Malonda nonchasi bor ekan. Non yeberasiz. Rosa qiynalgan bola ekan, to'g'risi bor-ku. Bilinib turibdi. Bir narsa so'ramadim. Mana shuncha yigitlar turibdi. Ukasiga bitta uyim deb, joyim deb mana shu yuramiz. Agar oldimizga bir rasm tushishga keldi, 100 mingdan otsa, mana shu laykingiz bor-ku, mana shu videoda. Bitta skuter bizdan padapka. Rusaga sizlar, Bo'lsa xalqqa bo'lsa, shu bolaga bo'lsa, fon usti bosh mendan padapka ekan. Bo'lsa orzungiz nima bor? Yana bitta orzum shu. Ota-onamni hajga umraga yuborish. Bitta ish qilamiz. Agar mana shu layk xalqimizni padeshkasi bilan 300 mingdan o'taydigan bo'lsa, umra safariga ota-onasini yuboramiz o'zimiz. Yurtdoshlar, aktiv turibdi ko'rsatib qo'yasizlar. Nima deysiz? Shu bitta layk bo'ladimi, bo'lmaydimi? Sumkachasida noni bilan yuribdi. Xalqimizga ishonaman aka. Inshaalloh. 300 bitta layk bo'lsa, otasiga ham, onasiga ham umra safarida beto beramiz. Shuni gapirildi. Mujik сказал, mujik сделал. Tamom yigitlar. Mana ukajon omadingizni mana bir sinab ko'rasiz. Xalqimiz padeshka qilsa, biz padeshkadamiz. Agar xudo xolasa 300 bitta bo'lsa, to'g'ri salonga borasiz.